Piramida asosi tomonlari 6, 8 va 10 bo'lgan uchburchakdan iborat. Piramidani barcha ikki yoqli burchaklari 60 gradusga teng bo'lsa, uning hajmini toping. Uchburchakli piramida barcha ikki yoqli burchaklari 60 gradus. D uchidan asos tekisligiga perpendikulyar tushiramiz. Bu asosiga dagi ko'pburchakka ichki chizilgan aylanani markaziga kelib tushadi. Ikki yoqli burchagi deb yon yoqlari va asos tekisligi orasidagi burchak 60 gradus, 90 gradus. Mana bu burchak 30 gradus. Agar barcha ikki yoqli burchaklari 60 gradus, ya'ni teng bo'lsa, D uchidan tushirilgan perpendikulyar asosiga ichki chizilgan aylanani markaziga kelib tushadi. Demak, mana bu masofa ichki chizilgan aylananing radiusi 6, 8, 10. To'g'ri burchakli uchburchak, chunki bu Pifagor sonlari. To'g'ri burchakli uchburchakka ichki chizilgan aylananing radiusi a plus b minus c taqsim 2 barobar 14 minus 10 taqsim 2 barobar 2. Bizga hajm topishimiz uchun h kerak. Hning r ga nisbati tangens 60 gradus. H barobar r ko'paytirilgan tangens 60. Bu teng 2 izosta 3 ga. V barobar piramida hajmi 1 taqsim 3 s ko'paytirilgan h. 1 taqsim 3 asos yuzi 1 taqsim 2 6 ko'paytirilgan 8 barobar ko'paytirilgan h, ya'ni 2 izosta 3 barobar 6 bilan 6 qisqarib ketsa 16 izosida 3